Mana sayohatimizni davom ettiramiz. Portga kirib yuklarimizni rasman bo'sha qilib oldik. Shu suvni bo'yiga mana kiyimlar. Ba'larga ham tushmaymiz endi. Ana shu yerda suv ekan kiyim mana. Juda zo'r shabada kelyapti. Mana. Endi mashinamizga qarab ketaveramiz. Mana yo'lakchalar. Oh, shabada. Alhamdulillah. Mana chiroyli. Shatlar ko'rsatgan. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Xat ekan. Uchunizli. Mana uychalar. Mana. Hozir yo'lda birga chiqamiz. Mana shu yo'lga men hozir katta mashinamda kirib olibman-da bilmasdan. Ashaq tomondan kelib bu yoqqa yurdim. Hamojida oldiga mashina bora olmas ekan. U yerdan razvorot qilib qaytib keldim. Mana shu yo'ldan furada yuraylar duk-duk qilib zo'rg'a o'tdim o'zi ham. Juda ham tor, mashina oqim ko'p. Baka o'ylab deb qoladi o'zi ham. Shaharda ichi kurortniy zona. Buni dam oluvchilarga havo toza. Majetdan u qaytdan 1 kilometr parking bor ekan. Ashika qo'yib piyada kelib ketyapman mana endi hozir. Mashinamizga qarab ketyapmiz endi mana. Zo'g'a kirib oldim shu yo'llardan. To'g'ri. Qatirilgan. Batta umuman fura yo'q. Men adashib kirib qolibman-da. Bilmasdan. Yaxshi salomon chiqib oldim, Xudoning qudrati bilan. Mana magazinlar. O'tirida ham magazinlar. Aparatlar. Atrof ikki qator mashinada zich. O, kiyim-kechaklar. Mana mashinamizga 500 metr qoldi, yaqinlashib qoldik. Shahardan zo'r bo'lyapti. Ichkilik ko'paygan bu ham har nimada pivnoy barlar o'tirishibdi. Oziq-ovqat magazin. Salqin havo yaxshi bo'lyapti. Naqadar yondirib yuborardi. Mana. Pivo bochkalar. Bu ham pivnoy bar ekan. Juda ko'paygan ichkilik ham bularda ham. Yo'ldagida ham o'tirishdi. Bunday yo'qlashtirmas. Mana mashinamizga ham yaqinlashib qoldik. Parking chekindi, boshqa joy yo'q, uni to'xtaydigan joy. Ham mashina oldida. Mana mashinamiz. Sayohatimiz tugadi, o'rtoqlar.